Moskvada 4-sinf tojikistonlik yosh bolani pichoqlab o'ldirib ketishdi. Prosta Tojikistondan bo'lgani uchun. Millatparast natsist bitta russkiy pidaras bilan. Qaranglar, men bu kontentni olishimdan sabab hech qanaqa hype emas. O'zi bu kontentni olish niyatim ham yo'q edi. Menga prosmotr, like payklar kerak emas. Bunaqa temada vashsha o'ynashmayman men. Lekin bitta obunachim menga shu mavzu haqida gapiring, balki bizga manfaatli bo'lib qolar degan uchun gapirib chiqyapman. Men 2020 qaranglar, oldin aytib qo'yay, men o'zimni ojiz qilib yo bo'lmasa ko'ngilchang, oq ko'ngil qilib ko'rsatmoqchi emasman. Hayotimda bo'lgan voqeani aytib beraman, может быть, sizlarga foydali bo'lib qolar. Men 2024-yil xuddi shunaqa o'zimni ukamni yo'qotganman. 19 yoshida ukam Moskvaga kelgan, bir hafta o'tib olamdan o'tgan. Oilamga ukamni murdasini olib borganman. Dadam bilan onamning yoniga. Представить qilyapsizlarmi? Onamni ko'zidan oqqan ko'z yoshlarni ko'rib shunaqa afsuslanganman. Ukamni o'rniga men o'lmaganimga shunaqa qattiq afsuslanganman. O'shuning uchun u qolgan bolachani onasiga qanaqa qiyin, qanaqa og'riqliligini men ich-ichimdan his qilyapman. Juda qattiq afsusdaman. Bugun men o'zimni ukamni yana bir marta yo'qotgandaqa bo'ldim. O'sha kunga yana bir marta qaytdim. O'shuning uchun bugun bor odamlar yonimizda, ertaga yo'q bo'lishi hech gap emas. O'lim bor narsa bilan, ertaga yashashingga hech kim garantiya bermaydi. Vaqtida qarochi umringni qadriga yetib, ota-onangni duosini olgan. Ularni sendan umidi katta, ular o'zi erisha olmagan baxt sendan kutyapti. Xaribga o'xshab silamayman, kuchim yetmayapti, problemam bor dema. Men любой problema, erkak kishida bo'lgan любой problemada ukamni yo'qotganman. Onamning yonida o'tirishim kerak, Rossiyaga kelganman bilan. Mashinanglar pulimni bermagan, yaxshi ishimdan ayrilganman. O'qishga bilan pul topshirib qo'ydim kirgiz ishlari uchun. U pulimga otilganman, o'qishim o'xshamagan. Любой og'riqlar bu. Qizim ketgan o'shda, yaxshi ko'rgan qizim bor edi. Ishimdan ayrilganimni ko'rib. Любой og'riqlar bo'lgan menda. Nima shunga bilan kuchim yo'q, kimdandir motivatsiya so'rab, kuch so'rab yotibmanmi bilan. Harakat qilib o'zgartirdim. 1 yil ichida 6 yil Rossiyada yurib qila olmagan ishlarimni 1 yilda qilib tashladim. O'shuning uchun ko'zinglarni vaqtida ochinglar. Bu hayotda eng qadrli narsalar oila a'zolariga bo'lgan sevgi. Qolgan hammasi absolyutni bir tiyin. Birovning gapiga tupurib qo'yinglar. O'rtoq, sinfdosh, qarindosh kim bo'lsa ham, maqsad ota-ona bo'lsin. Ota-onalaringni vaqtida qadriga yetib, ular duolarini olib, kelajaklarini yaxshi quringlar tezroq. O'tinib so'rayman, yalinib so'rayman, yorvorib so'rayman kerak bo'lsa sizlardan. Ko'zinglarni ochinglar jigarlar.